Qanday to'y qilib qo'yma? Qanday to'y? Ashta to'y qilib qo'yamdi. Yaxshimsizlar, sizlar men Zubayr bilan Zuliyarning opsi vlogimizga xush keldinglar. Avval meni qo'shilib yurak berib yo'lab qo'yishni unutib qolmanglar. Sizlar shanba yakshanbani qanday o'tkazinglar? Ilgari shanba yakshanba deb arilmaydi deb bolarim qashimda. Endi men Zubayr gasli kirganda beri bu shanba yakshanba deb arilib ketgan bo'ldi. Shanba kuni tushdan burun uydalam o'tirib Zubayr bilan Zuliyarning uyining ichida o'ynab turgan bolarimni tamqini qilib berib telefondagi xizmatlarimni qilib degandek. Uyqusini uxlab qolgan keyin apa bizni sirtga chiqmamsiz, bozorga bormamsiz deb ketdi. Zubayr shuni o'ylayman, uyda o'tirib bizni tunchiqib qolmayli ham deb shuni sirtga chiqdik. Mayaga akkagan bu bola. Qashqa turib qolib xil uzoq bo'libdi, lekin shunda bo'lgandan Qashqarning jiqyalarini uqmayman-da, eski balam bilan uylanib o'tirdim. Endi men ko'p o'ynab fikr ekanman, issiqchilikda beshamal bo'ronga kirib ishimiz biz salqin taylim deb bolarim ishiga keldi. Buni qo'yib qo'ysam, akulga o'zini atqizib, "Masuv tushib baqaylim, suvga qo'limizni tiqib baqaylim, putimizni tishlab baqaylim" deb ansirtib edimni. Men gapning qiziqimi va'da. Nima dedingiz? Qanday to'y qilib qo'yma? Qanday to'y? Ashta to'y qilib qo'yam. Aya kazak menda to'y qiz bilan yigit rasm chiqib turibdi. Men mashta to'y qilib qo'yam, apa deb ketibman bola. Bolam ashtaga men telefonda boshqalarning tamoqatga yarishsiz men mashta tamoq qilib bering. Bir yerda o'yinga yalar chiqib qolsa, mening ashaga opirang deydigan. Mana to'y qilgan film chiqib qolsa, apa mening ashta to'yim qilib qo'yang deydigan bo'ldi. Bolam ashta deydigan 6 yil mening bolam bunday deydi deydigan 7 yil qo'yinglar. Jo'ng kasrayna. Ana mayada Zubayrning tatib qo'ygan shpillarni ko'rsizlar. Zubayrning meni shpilni tatib qo'ydi, filmga qo'ygan bo'libdi mana. Şirin sözlük ey nigar, umma közlük ey nigar, güzelim sen ey nigar, cananım sen ey nigar, vafadarım sen üzen, cananım sen ey nigar, vafadarım sen üzen, cananım sen ey nigar. Kaşoğanı keteylim diye dep mazaqma bolarim qo'simiz ichib ketib bizdan tomoq yeydi keldi. Ha? Nima dedingiz? Tomoq. Nima ishga yeymiz tomoq ne? Şoňalan taksida sabla ma'limiz keldik, ma'laka plashxonaga chirib ma'lum qo'sqini bekib etgandan keyin anatga uy qaytgan bo'ladi. Qo'y mashina qaranglar bola anglagan emas, ko'rgani qiladi deb dadasi mushtoq arib turib oldi-da, shu qachadan o'zi yoqtirmaydigan senlarni bir teshik arib yetdi. Mazubayir dadasini to'rab birdan malazi bilan alqa samsaqni mushtoq arib turibdi deysizlar. Dadasi shundoq do'ramdan de qilib tustayim so'qishib qolatdim-da, bolalarimiz do'raydi unda qilma deb degan. Ata ya telefon qilib bir so'qishib olgan bo'ldim. Mana Zubayir sizni do'rab qoladi. Ondan uy chiqib qarsam ochquchim yo'q, o'ylab boqsam Mazul yar bolam sumkamdan elib o'ynab esibdi-ki, ekran bolam desam, "Bamikan tejaqlab qolib qatdim, mayli tushirib qo'ymas" deb mayli debdi. Boshqanada bo'yindan elib etgan bo'g'imdi ya deb bilqash billani qaytadan bir ko'zim, o yo'lda tushirib qo'yibmiz qaranglar. Bir talla ochquch qolganda beka qulab olmash turmay deb 5 kuchsiz qo'ygan bir suv qo'ymay deb shuni bilan aşağı izlab bordim. Taksida bilib boqatdim bolarimni taksida o'tqazib qo'yib, shu prostama qalabdi deb men tushib ochquchimni izlab topdim. Qavchimni ilg'asanlarmi ochquchimni qo'yib qo'yganlar rahmat. Kichik bolamni ochquchimni tashib qotga, nar qolganda deb bugun tatqash bilarim qarsam, bu o'ynatgan tashibga shay izlab kelgan mush kechida men uyga silamay. Sport yaxshi deb laman bajim deb turibsam, shu bilan bir tal turni qavush deb o'tirin qavuchimni ilg'asimi ochquchimni apirib asuq tashilib etmabdan bo'lsal qo'tirga yeb qo'yib shu yerdan tep, shuna uyga kirib oldim. Kelib qopga bu bolalarni yakshanba kuni zada qong'ich uxlab oldi. Anadagi manojt qilib yeriga bundan qizlar sizlarning bolanglarni uyinglarni menat qilamdi, vayron qilaytamdi. Sizlar mendek ba'zichiqlar ketamizlar, ba'zi qashqirib qo'yamizlar, ba'zi o'zinglar so'zlab qalamsizlar. Ekranning oldidagi sema bolarim terib eklib shiraning ustiga chiqib qo'yganlar. Mashinamizga putlashdi deb andan uyning ichida mana bu ishtaq mashina apirib yela atamni ustirib kelamatamni ustirib. Ba'zida o'sha ichimiz qilmaya deb nima bilan o'ynab ketmay bular bilan mashinasini talashib ba'zi joylar ketadi, men talashib turib saranglar bo'lib qolmaymizda bu bolalarni dedi. Undan boshqa hammamiz bo'lib ketib salomat bo'linglar, analar salomat bo'laylik. O'sha keyin to'qotmishlar bolalarni qo'shqizak tekbek uchun qilayotgan analar g'ayrat qilinglar, harmonlar. Buni qilib bo'cha tushda vaqt bo'la qolibdi. Uyda go'shtni tuga qolib degan to'p pes tushim qo'shaqmi ham o'zim go'sht olmagan ekan. Aqboladim jinnatdan iskab o'qishdi bu tamoqmi. Haros bo'ladi qaziyat ishtihoslik tushun o'chirilgan eski qomli to'lib ketayotgan narxil bolalarimiz safarda sifatli unumli qo'zg'ol qilib degan analar uchun boshbat aloqa qilishtirma qo'shilsanlar sizlar uchun o'zim mulozamat bo'lmasa uyimlik analar. Bolalarimiz tamoqni yegandan keyin bizdan o'ynayib andan uyquga o'chib ketdi. Dadasi bugun baldo berib sizlarni o'ynatma bolam deb bular va'da bergandan Zubayr bugun dadam keldi degan umid bilan uxlab qolgandan keyin dadasi telefon qildi. Bolam bugun bormaydigan bo'ldi, men deb boray deb. Ovoz bir ovozdan Zubayrning gap ketdi-da, shuning bilan bugungi vlogimizni oxirlashtiraylik. Yuraklarni berib meni qo'shib olishni unutib qolmanglar. Ma'qulam sarsanlar yo'llashmandan qo'llashlardan qildik. Qanday azob